السلام عليكم أيها الطلاب الأعزاء. اليوم إن شاء الله نتعرف على الدول العربية. السلام عليكم hurmatli talabalar. Bugun birinchi darsimizda biz arab davlatlari bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Avvalan al-mawqi' al-jug'rofiy, geografik joylashuvi. كل منا يعرف أن الدول العربية تقع في قارتين هما قارة آسيا وإفريقيا، حيث تضم 22 دولة التي تمتد من الخليج العرب شرقا إلى محيط الأطلس غربا. Arab davlatlarining geografik joylashuviga e'tibor beradigan bo'lsak, dunyoning ikki qit'asida, Osiyo va Afrika qit'alarida joylashganini ko'rishimiz mumkin. Dunyo xaritasida arab davlatlari sharqdan Fors ko'rfazi sohillarida, g'arbdan esa Atlantika okeani sohillarida joylashganini ko'ramiz. Keyingi slaydimizda biz Osiyo qit'asida joylashgan arab davlatlari bilan qisqacha tanishib o'tamiz. أولاً المملكة العربية السعودية Saudiya Arabistoni qirolligi. Davlatul Imaratil Arabiyyatil Muttahida Birlashgan Arab Amirliklari. Mamlakatul Bahrayn Bahrayn mamlakati. Davlati Qatar Qatar davlati. Davlatul Kuvayt Kuvayt davlati. Sultanatu Umman Ummon sultonligi. Jumhuriyatul Yaman Yaman Respublikasi. Jumhuriyat Suriya Suriya Respublikasi. Al-Mamlakatul Urduniyatul Hashimiyya Iordaniya Hoshimiylar qirolligi. Jumhuriyatul Iroq Iroq Respublikasi. Davlati Falastin Falastin davlati. Jumhuriyatul Lubnan Livan Respublikasi. هذه هي الدول التي تقع في قارة آسيا كما قلنا منذ قليل. Birozgina avval aytib o'tganimizdek, bu Osiyo qit'asida joylashgan arab davlatlari edi. Keyingi slaydimizda biz Afrika qit'asida joylashgan arab davlatlari bilan tanishamiz. Jumhuriyatu Misr al-Arabiyya Misr Arab Respublikasi. Jumhuriyatu Sudan Sudan Respublikasi. Davlatu Liviya Liviya davlati. Jumhuriyatu Tunis Tunis Respublikasi. Jumhuriyatu Al-Jazair Ad-Demokratiyya Ash-Sha'biyya Jazoir Xalq Demokratik Respublikasi. Mamlakatul Mag'ribiyya Marokash. Jumhuriyatul Islamiyya Jumhuriyatul Islamiyyatul Mauritaniya Mauritaniya Islom Respublikasi. Jumhuriyatul Somali Somali Respublikasi. Jumhuriyatul Djibouti Djibouti Respublikasi. Juzurul Qamar Qamar orollari. بعد ذلك تاريخ الدول العربية. يتميز العالم العربي بتاريخ طويل والحضارات العظيمة مثل الحضارات الفرعونية في مصر أو الحضارات بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين أو الحضارات الفينيقية في بلاد الشام. Arab davlatlarining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, eng qadimgi sivilizatsiyalar arab davlatlari hududiga to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Uning yorqin namunasi sifatida qadimgi Misrdagi Misr fir'avnlik sivilizatsiyalarini yoki bugungi kunda Iroq hududiga to'g'ri keladigan Babilon, qadimgi Mesopotamiya sivilizatsiyalarini, Shom o'lkalari hududiga to'g'ri keladigan Finikiya sivilizatsiyalarini misol keltirishimiz mumkin. Nizomul hukm fi duvalil arabiyya Arab davlatlaridagi davlat boshqaruv shakllari.
تتنوع أنظمة الحكم في الدول العربية، فمنها يأتي الملكيات مثل السعودية والأردن والمغرب والكويت، ومنها الجمهوريات مثل مصر، العراق، الجزائر وسوريا. كما توجد هناك الدول التي تعتمد نظام الحكم المختلط بين الملكي والديمقراطي مثل الإمارات العربية المتحدة. Arab davlatlarining boshqaruv shakllarida biz podshohlikka asoslangan monarxiyaviy tuzumlarni ko'rishimiz mumkin. Bunga misol sifatida Saudiya Arabistoni qirolligi, Iordaniya hoshimiylar qirolligi, Marokash va Quvayt davlatlarini misol keltirishimiz mumkin. Respublikaviy tuzumga asoslangan davlatlar ham bor bo'lib, bularga misol sifatida Misr, Iroq, Suriya davlatlarini olishimiz mumkin. Bundan tashqari ham podshohlik, ham demokratik tuzum asosida faoliyat olib borayotgan davlatlar ham bor. Bunga misol sifatida Birlashgan Arab Amirliklarini olishimiz mumkin. بعد ذلك عندنا الاقتصاد. اقتصاد الدول العربية تعتمد على عدة المصادر ومن أبرزها النفط والغاز الطبيعي. Arab davlatlarining iqtisodiyotiga e'tibor beradigan bo'lsak, bir qancha manbalarga tayanishini ko'rishimiz mumkin. Bulardan eng asosiylari albatta neft va tabiiy gazdir. Undan tashqari oxirgi yillarda arab davlatlarida turizm sohasi ham bir qancha rivojlanib, xosatan ziyorat turizmi davlatning asosiy iqtisodiy manbalariga aylanib qoldi. الدين في الدول العربية. دين الإسلام هو دين السائد في الدول العربية، حيث ينقسم السكان بين السنة والشيعة. Islom dini arab o'lkalarida eng ko'p yoyilgan din bo'lib, aholi asosan shia va sunniy qatlamiga bo'linadi. بعد ذلك هناك كميات أقليات من المسيحيين واليهود في الدول العربية. Bundan tashqari ba'zi bir arab davlatlarida ozchilik miqdorda bo'lsa ham xristian va yahudiy diniga itoat qiladigan qatlamni ko'rishimiz mumkin. التعليم في الدول العربية. هناك عدة الجامعات التي تشتهر في كل أنحاء الدنيا مثل جامعة السلطان قابوس أو جامعة الأزهر أو الجامعات القطر. Arab davlatlaridagi ta'lim haqida so'z yuritadigan bo'lsak, dunyoga eng mashhur bo'lgan bir qancha oliygohlarni aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, Ummon sultonligida joylashgan Sulton Qobus universiteti yoki Misr Arab Respublikasidagi Azhar universiteti, Qatar davlatidagi Qatar universitetini aytib o'tishimiz mumkin. بعد ذلك عندنا يأتي العادات والتقاليد في الدول العربية. هناك عادات والتقاليد مختلفة التي متعلقة في كل القبيلة وفي تراث الإسلام. إن شاء الله نحن نأخذ هذا الموضوع في دروسنا التالية بالتفصيل. Arab davlatlaridagi urf-odatlar, an'analar va turfa xil madaniyatlar haqida so'z yuritadigan bo'lsak, asosan bu urf-odat va madaniyatlarning islomiy qadriyatlar asosida shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi darslarimizda bu mavzu haqida siz bilan batafsil gaplashamiz. Shu bilan bugungi arab davlatlariga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Shukran lakum ala ihtimamikum. Ma'as salama.